Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Istiqlol kunlik xabarlarimizni ko'rishinglarni qizg'in qarshi olamiz. Men Abdullah Yalqin. Programmamizda vatanimiz Sharq Turkiston va dunyoda bo'lib o'tgan kun tartibidagi xabarlarni huzuringizga sunish qilishimiz. Qaynamizda diqqatinglar ekranimiz bo'lsin. Xitoy Xotandan tug'ut yashidagi 1000 nafar Uyg'ur qizni Xitoy o'lkalariga yo'tkidi. Xitoy tajovuzchilari 17 fevral kuni atalmış yezi 5. emgak kuchlarini ishga o'rinlashtirish nomida Xotandan yana 1000 nafar Uyg'ur qizni Xitoyning ichkari o'lkalariga yo'tkidi. Xitoyning Xinhua to'rining xabar qilishicha 17 fevral kuni Xotanning har qaysi nahiyalaridan kelgan 1005 nafar atalmış 5. emgak kuchi poyezdga o'ltirib Xitoyning ichkari o'lkalariga qarab yo'lga chiqqan. Xabardagi silliq ko'rinishlardan ularning hammasining tug'ut yashidagi qizlar ekanligini ko'rib olishga bo'ladi. Xinhua to'rining xabarida oshkorlashicha, doirlar 17 fevral dag'dug'uluq marosim o'tkazib, Xitoyning Jiangxi, Shandong, Xubey, Fujian o'lkalariga yo'lga solgan. Marosimda Xotan viloyatlik odam kuchi va ijtimoiy farovonlik idorasining amaldori so'z qilib, texmo ko'p kishini ichkiridagi o'lka shaharlarda ishlashga rag'batlantiradiganligi, ularning u joylarda qilishi va qaytilib ketishiga yordam beradiganligini, bu sababdan ularga Xitoy tilini kuchab o'rgatayotganligini ochiq oshkora bildirdi. Yerlik doirlarning Xinhua to'riga bildirishicha, Xotan viloyatining plani bu yil ichida yo'tkab ishga o'rinlashtirishni 600 ming odam qitimga yetkazish, 2 oyning oxiriga qadar viloyat bo'yicha 5000 nafar atalmış yezi 5. emgak kuchini ichkari o'lkalarga yo'tkashni ishga oshirishgan. Sharq Turkistonda insoniyat g'ururi turmaga tashlandi. 17 fevral İstanbul Ümraniye'de Sharq Turkistonda insoniyat g'ururi tutqun qilindi temasida faoliyat o'tkazildi. Faoliyatni insoniy yordam vaqfi İHA'ning İstanbul Ümraniye sho'basi tashkillagan bo'lib, Sharq Turkiston ma'rifat va hamkorlik jamiyati bosh kotibi Abdulahad Abdurahman taklif bilan qatnashdi. Faoliyatda Abdulahad Abdurahman oldi bilan Sharq Turkistonning qisqacha tarixi va Xitoy tajovuzchilarining 1949-yili Sharq Turkistonga tajovuz qilib kirganligini tunishtirib o'tdi. Arqadan Xitoyning Sharq Turkiston xalqini dinsizlashtirish va xitoylashtirish uchun davomli bostirib kelganligini, Sharq Turkiston xalqining lager va turmalarda islomiy kimligi va milliy kimligini yo'qotishga boshlaganligi, Sharq Turkiston xalqining oilalardimi nazorat ostiga elinganligi qatorliq masalalarni tafsiliy tunishtirdi. Faoliyatga yana Mahmud Qashqari jamiyatining yetakchilari va nurg'unlagan a'zolari ishtirok qildi. Xitoyda Shueshi Changguo nomli yumshoq detalni telefonga tushirish to'lqini ko'tarildi. Xabarda xalqning bu yumshoq detalda qisqa imtihonlarga kirish orqali nomer to'plashi kerakligi va hukumat xodimlarining xizmatlarini saqlab qola olishi uchun nomerlarni yuqori ko'tarishga majbur ekanligi ilgari surildi. Turkiya ovozi radiosi xabarda bildirilishicha, Xitoyda eng nupuzli yumshoq detal bo'lganligi ilgari surilgan Kommunist partiyasining Shueshi Changguo, ya'ni Xitoyni kuchlantirish uchun ishlar nomli yumshoq detal TikTokning Xitoy nusxasi Douyin va WeChatning oldiga o'tib, olmi yumshoq detal bozorida oldingi hafta eng ko'p tushirilgan yumshoq detalga aylanganligi bildirildi. Reuters agentligining xabarida bu yumshoq detalning ilm setim tori Alibabaning loyihalaguvchi adresi tarafidan ishlab chiqarilganligi eskartildi. Alibabaning qisqa uchur programmasi Ding Tolkda qayd qilingan xususiy ma'lumotlar orqali programmaga kira oladigan iste'molchilarning qisqa sin orqali hukumatga aloqador rasmiy xabarlarga erisha oladiganligi va Xitoyning Jipin Chikit.com to'ridagi xizmatchi qabul qilish e'lonlarini ko'ra oladiganligi qayd qilindi. Biroq CNNning xabarida bo'lsa, Xitoy rejimining bu yumshoq detalni tushirishning xalqqa majbur ekanligini bildiradigan nurg'unlagan qisqa uqtirishlarni yo'llaganligi bildirildi. Xabarda xalqning bu yumshoq detalda qisqa imtihonlarga kirish orqali nomer to'plashi kerakligi va hukumat xodimlarining xizmatlarini saqlab qola olishi uchun nomerlarni yuqori ko'tarishga majbur ekanligi ilgari surildi. Yangi nasil harakati raisi Indoneziya ziyoratini boshladi. 19 fevral Yangi nasil harakati raisi Dr. Abdusalam Taklamakan Indoneziya yoshlar harakati tashkilotining taklifi bilan Indoneziya ziyoratini boshladi. Dr. Abdusalamning ziyorati Indoneziyaning Bandung shahridan boshlangan bo'lib, oldi bilan Bandung shahar boshlig'ining vakili Ednin Sanjia apandini ziyorat qildi. Ziyoratda Dr. Abdusalam Sharq Turkistonning tarixini, Xitoyning Sharq Turkistonda qilayotgan inson qilipidan chiqqan zulmlarini, islom va musulmonlarga qilgan dushmanliklarini tunishtirdi.
Oxirida ikki taraf bir-biriga hadiya taqdim qilishdi. Muslim Uyghurs that are being held in detention camps in China or what's happening in Mike Pompeo Varshavada Uyg'ur masalasini tilga oldi. Amerika Tashqi ishlar ministri Mike Pompeo Polsha poytaxti Varshavada Amerikaning mayli Uyg'ur masalasida bo'lsin yoki boshqa davlatlar masalasida bo'lsin, kishilik huquqi xiloflik qilinsa, uningga ko'ngil bildirganligini bildirdi. Mike Pompeo bu so'zlarni 13 fevral Varshavada Amerika televiziya kanali bo'lgan PBSning muxbirining ziyoratini qabul qilganda ta'kidlagan. Mike Pompeo o'tgan haftaning oxiri Varshavada o'tkazilgan O'rta Sharq tinchlik yig'iniga qatnashgan. U bu jarayonda PBSning maxsus ziyoratini qabul qilib, O'rta Sharq vaziyati va Shimoliy Koreyaga aloqador bir qator savollarga javob bergan edi. Pompeo Uyg'ur masalasini PBS muxbirining Amerika, Misr, Suriya, Saudiya Arabiston va Arab Birlashma Xalifaligiga Irondagi kishilik huquq dafsandichiliklariga ko'ngil bilganda ko'ngil bilmaydi degan qarash bor. Buni qanday tengshaysiz degan savoliga javob berganda maxsus tilga olgan. U biz shuni nihoyat aniq ko'rsatib keldik. Kishilik huquqning eng negizlik o'lchamiga inson tabiatidagi uning izzat hurmatiga hurmat qilmaslik ahvoli qayerda ko'rilsin, Amerika buni bayqisila o'ttirg'a qo'ydi. Mayli biz buni Uyg'ur musulmonlari tutib turish lagerlariga qamalgan Xitoyda bayqayli yoki Ironda bayqayli va yoki Shimoliy Koreyadagi boshqa har qanday bir davlatda bayqagan bo'layli degan. Mike Pompeo Uyg'ur masalasini muavin prezident Mike Pence'dan qalsila izchil tilga elib kelayotgan eng yuqori darajalik Amerika amaldori. U o'tgan yil 9-oyda Xitoyning 100 minglagan, balki millionlagan Uyg'urlarni o'zlarining irodasiga xilof holda atalmish qayta tarbiyalash lagerlariga qamab, ularga qayta mingi yuyish elib berayotganligi va qo'rqinchli darajada xo'rlayotganligini ta'kidlagan edi. Lekin kishilik huquq tashkilotlarining ilgari surishicha Mike Pompeo Uyg'ur masalasida Xitoyni oshkora tanqid qilib kelgan bo'lsa-mu, lekin u hozirga qadar uningga qarata biror konkret jazolash tadbiri elib boqmagan. O'tgan yili Amerika Davlat Majlisining ba'zi Avom palata a'zolari bilan Kengash palata a'zolari uningga xat yozib, Chinquango qatorliq amaldorlarni jazolashni talab qilgan edi. Nuzugum jamiyati Chanaqqal'da dala faoliyati o'tkazdi. 16 fevral Sharq Turkiston Nuzugum kultur va oila jamiyatidagi xonim-qizlar boshlagan Chanaqqal'dagi dala faoliyati oxirlashdi. Faoliyatni Sharq Turkiston Nuzugum kultur va oila jamiyati tashkillagan bo'lib, faoliyat Zaytunburnu rayonining Chanaqqal'a faoliyat markazida o'tkazildi. Faoliyatga 82 kishi qatnashdi. Faoliyat davomida xonim-qizlar bir tutash Sharq Turkiston bayrog'i tushirilgan sharpa artib, Chanaqqal'dagi yerlik xalq va sayohatchilar oldida Sharq Turkistonning bayrog'ini va madaniyatini namoyon qildi. Turma va lagerlardan qutulib chiqqan Gulbahor xonim bilan Ruqiya xonim Xitoyning Sharq Turkistonda ta'sis qilgan lagerlardagi dafsandichilik va qirg'inchiliklarni, turmalardagi Sharq Turkiston xalqiga qilingan inson qilibidan chiqqan zulmlarni tunishtirdi. Fidoilar Sharq Turkistonni tunishtirdi. Turkiya hukumatining Xitoyning Sharq Turkistondagi siyosiy bostirishlarini nomussizlik deb sifatlashiga ergashib, Turkiyada yashayotgan Uyg'urlar da'voga aktiv ishtirok qilib, Xitoyning Sharq Turkistondagi jinoiy qilmishlarini kuchab tashviq qilishga boshladi. 19 fevral tushdan burun Ali Akbar Damollam yetakchiligidagi bir qancha fidoilar Turkiyaning Adana shahridagi Anatoliya Imom Xatib o'rta maktab o'quvchilariga Sharq Turkiston Islom Jumhuriyatining qurilish tarixini va Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan kishilik huquq dafsandichiliklarini tunishtirdi. Tushdan keyin yana Adana Seyhan Tipibag Anatoliya Imom Xatib o'rta maktabida Sharq Turkistonning hozirgi vaziyat ahvolini va Xitoyning Sharq Turkistonda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni tunishtirdi. Xitoy Iranning O'rta Sharqda muhim rol o'ynashini orzu qilganligini e'lon qildi. Turkiya ovozi radiosi xabarida bildirilishicha, Xitoy Tashqi ishlar ministrligidan e'lon qilingan yozim bayonotda Wang Yi va Iran Tashqi ishlar ministri Javad Zarifning poytaxt Beijingda davlat mehmonsari Diaoyu Tayda ko'rishganligi bildirildi. Wang Yi uchrashishda O'rta Sharqning va xalqaroning vaziyatida cho'ng o'zgarishlarning bo'lganligini va Xitoy-Iran munosabatlarining yangi vaziyatlarga duch kelayotganligini bildirib, Iranning rayon xarakterlik masalalarda ijobiy rol o'ynashini orzu qilamiz va buningga alohida ahamiyat beramiz dedi. Ikki davlatning ba'zida davolg'uchlik mazgillarini boshdan o'tkazganligini, biroq strategik muqimlikning davomlashganligini bildirgan Wang Yi, Xitoy bilan Iran hukumatlarining o'zaro hamkorlikni qo'g'dab, taraqqiy qildirganligini va keng doiralik strategik hamkorlik munosabatlarini davomli yangi mazmunlarga ega qilganligini aytdi. Iran Tashqi ishlar ministri Zarif bo'lsa, Xitoy-Iran keng doiralik strategik munosabatlariga zo'r ahamiyat beramiz.
Xitoyni Iranning muhim va keng doiralik hamkorlik sheriki deb qaraymiz dedi. İran parlamenti boshlig'i Ali Larijani mo Xitoy ziyorati vasilasi bilan o'zaro munosabatlardagi yangi boshlang'ich nuqtasidan rag'batlantirilishini umid qilganligini tilga oldi. Zarif bir balvoq bir yo'l loyihasining ikki davlat o'rtasida alohida zo'r ma'noga ega ekanligini qayd qilib, Iranning bir balvoq bir yo'l loyihasining qurilish bosqichiga oldimizdagi bosqichlarda texmo aktiv qatnashishga tayyor ekanligini aytdi. Keng ko'lamlik namoyishga chaqiriq. Xitoy tajovuzchilari Sharq Turkistonda ta'sis qilgan jazo lagerlarini inkor qilish maqsadida har xil yolg'on maydonlarni yasab, dunyo jamoatini aldashga urinish bilan birga muhojiratda yashayotgan Uyg'urlarning Xitoyning jinoyati haqida bergan guvohliklarini yolg'onga chiqarishga urinmoqda. Xitoyning ko'z bo'yamchiligi va xalqaro jamiyati Sharq Turkiston xalqini asabiy terrorchiga chiqarishdan iborat razil maqsadiga yetkazmaslik, Xitoy tajovuzchilarining necha million Sharq Turkiston xalqini tutqun qilib, jazo lagerlariga qamaganligini dunyoga pash qilish uchun keng ko'lamlik namoyish va yurish o'tkazilmoqchi. Namoyishda lager va turmaga qamalgan urug' tuqqanlarimizning suratlarini taxtayga bostirib elib chiqib, Xitoy tajovuzchilaridan Abdurahim Haytning sin ko'rinishini ko'rsatgandek, barliq Sharq Turkiston muhojirlarining jazo lagerlari va turmalariga sababsiz qamalgan urug' tuqqanlarining silliq ko'rinishlarini ko'rsatish hamda ularni lager va turmalardan qo'yib berish talab qilinmoqchi. Shu orqali xalqaro axborot vositalariga Sharq Turkistonda lagerlarning mavjudligi, u yerdagi insonlarning lager va turmalarda qirg'in qilinayotganligi haqida isbot bermoqchi. Hamda xalqaro axborot vositalari orqali Xitoyga besim ishlatmoqchi. Turkiyada yashayotgan barliq qarindoshlarni milliy kiyimlarini kiyib, Sharq Turkiston bayrog'i, shundaqli lager va turmalardagi tuqqanlarining ismi, tutqun qilingan vaqti, turkcha va inglizcha yozilgan, surati besilgan taxtlarni ko'tarib, ayollarning bir tutash ko'k sharpa ortib, muxbirlarga bayonot e'lon qilish va yurish faoliyatiga ishtirok qilishga chaqiriq qilamiz. Namoyishga yana barliq Xitoyning siyosiy bostirishiga uchragan qozoq, qirg'iz, o'zbek qarindoshlarini mo taklif qilamiz. Namoyishning o'rni Fatih rayonidagi Bayazit jamiyasi. Namoyishning vaqti 2019-yil 2-oyning 23-kuni shanba tushdan burun soat 11 da boshlandi. Bayazit jamiyasidan Sulton Ahmad maydonigacha yurish qilindi. Hürmet bilan Sharq Turkiston tashkilotlar birligi. Hürmetli televizor ko'ruvchilar, shuna qilib bugungi xabarlarimiz mush yerda oxirlashdi. Inshaalloh atki xabarimizni ko'rishgacha sizlarni Janobiy Alloh topshiramiz. Shuna qilib program oxirida ekran orqasidagi barliq xizmatdoshlarimga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Assalomu alaykum va rahmatulloh.